Assalomu alaykum hurmatli kuzatuvchilar. Mana ko'rishimiz mumkin. Surxondaryo viloyat hokimining sa'y harakatlari bilan mana chorraha chiroyli asfalt bo'ldi. Hozir keyingi video efirlarimizda ham kuzatasizlar. Bozorda ichki tashqi tomonlarini ham ko'rsatib o'tamiz. Chiroyli mana asfalt bo'ldi. Rahmat barcha mas'ul rahbarlarga, Surxondaryo viloyat hokimiga. Lekin degan joyi bor. Muzrabot tuman avtoyo'l ishchi xodimlari mana bu yetib mana bu yerga ancha asfalt atxotini qoldirib ketdi. Mana ko'rishimiz mumkin. Mana batafsil ko'rishimiz mumkin. Mana asfaltni qolgan lishni atxotlarni, ya'ni bu yerga toshlarni, mayda muydalarni ishlarni xullas chala qoldirib ketdi. Endi baraka topkirlar bir ishni qilgandan keyin sidqidildan oxiriga yetkazib qilish kerak. Mana bardiyorlar obodonlashtirish davlat tashkilotini xodimlariga qaraydi. Ular chiroyli qilib oqlaydi. Endi avtoyo'lni xodimlarini chala ishini ham obodon qilmaydi-ki endi. Mana obodonga oylik to'lamasa, avtoyo'lda ishchi xodimlari "Ma bizdan chala qolib ketgan ishlarni qilasan" deb 1 so'm 2 so'm pul bermaydi-ku mana. Ko'rishimiz mumkin. Mana shunday yana video tasvirlarimiz bor. Lishni atxot asfaltlarda mana shunday chala qoldirib ketgan ishlarini tozalab, joylarini, ishlarini oxiriga yetkazib qo'yishlarini iltimos qilib qolamiz. Bizda hozircha ishlar xayr, salomat bo'linglar.